Kimsiz? Nimaga kim? Sen kimsiz? Nimaga kim? Nima degan? Qilibsan hudud-ku bu. Kimsiz? Edakimizni ko'rsat bo'ldi. Ana, kimsiz? Mana shu de. Video. Kushavatganmi? Videodan kushavatganmi? Mana ketdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Murojaatda yozilishicha, bu uy egalari nogiron ekan. Qo'ni qo'shnisi ham nogiron ekan. Bu mahallada bitta tadbirkor hokimiyat bilan kelishuv asosida mana bu yo'llarni kengaytirish maqsadida uylarni buzish ishlari olib borilyapti degan. Nogironga kuchli aytdim, tadbirkor ekansizlar. Undan ko'ra shularga yengillik yaratib, qanaqadir imkoniyatlar yaratib, qiynalayotgan bo'lsa, ko'maklashib, hokimiyat bilan birdan bo'lib buzish emas, qurish ishlarini olib borsanglarchi, nima qilasizlar kambag'alni qaqshatib. Iltimos qilib qolardim shu videoni tarqatib, shu uy egalari bizaga aloqaga chiqinglar.